Assalomu alaykum pichoq ishqibozlari. Bugun 4 komplet nabor tayyorlaganmiz akalar. Bu video aynan qassob akalarimiz uchun desam adashgan bo'laman. Uyda har bir kishining bitta ishlayotgan uyi pichog'i bo'lishi kerak. Olishinglarni tavsiya qilaman. Ko'rsatib o'tamiz akalar. Bu yerda 3 komplet naborimiz обойма подшипникdan bo'lgan, 1 komplet klapandan akalar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxini aytib o'tamiz. Bunda tanishtirib o'tsak, bu pichog'imiz akalar обойма подшипник hozir Toshkentga chiqib ketyapti. Alijonni yozdirib, she'rlarini tushirib qo'yganmiz. 4 dona pichog'i bor. Boltasi akalar mana. Suvayda chaynab yuboraman deyapti akalar. Qaytib ketib qolmaydi. Mol so'yaman, go'shtini tutaman degan akalar uchun bu naborlarimiz. Bunisi akalar klapandan bo'lgan. Zaynab netib qolmaydi. Net chillab tursa ham akalar orqasiga ismlarni yozib tushirib jo'natib yuboramiz. Buni ham ketyapti aka Toshkentga. Hisoblari akalar Chorniy graf Teksalet kalibratsiya bo'lgan akalar. Boltasi 2,5 kilolik bolta, quyma bolta akalar, oy bolta deyiladi. Bemalol suvaylar chopaveradi, katta-katta mollar. Bular akalar. Bunisi akalar mana toy bolaga olib bersanglar, maza qilib ishlatadi. Qassob bo'laman degan bolalar uchun kichkinaroq variant akalar. Pichoqlari ham mol bo'ynini shart uzib yuboraman deyapti-yu. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarga keladigan bo'lsak, buni narxi akalar 1,700,000 so'm. Bunisi akalar 1,800,000 ikkalasi akalar. Bunisi akalar bu katta boltali, xohlasanglar jamadonga, xohlasanglar so'mkaga tiktirib beramiz. Narxi $220 bepul O'zbekiston bo'ylab bitkazib beramiz. Like bosib, podpiska bo'lib qo'ysanglar, bosinglar akalar.